Nexus 3 orqa gulchitirmi? Voy onasini yemsan. Okey, gulchitir bu ahvolga kelish uchun nima qilish kerak? Okey, gulchitir bu ahvolga kelmaslik uchun mana shu teshib qo'yish kerak. Siyirlovni olib, teshib qo'ysangiz, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Konsentratsiya shunga yig'ilib zanglab ketib qoladi. Nexus 3 gulchitir qolumida qayerdagi? Bor. Nexus 3 gulchitir turetskiy RX bo'ladi. Buni metall ancha baquvvat, tekshirganmiz, og'irligi ham mo'shni. Kimga kerak bo'lsa Farhadskiy 68-do'kon, narxi 630 ming so'm. Sizga yana qaysidir mashinani gulchitirning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada mashinangiz nomini yozib qo'ying, biz hammalarga bitta javob berishga harakat qilamiz. Tekshirib qo'yinglar, sizlarniki ham mana shu ahvolga kelgan bo'lmasin, Nexus gulchitirlarimiz bor. Videoga nima qilishni o'zingizlar bilasizlar, akalar.